Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikofon kanalidasizlar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib, sizlardan shuni paddashga shuni kutib qolamiz obunachilar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, Xudo xolasa anchadan beri videolarni joylay olmayapmiz. O'sha bitgan obyektlarimizga borishgacha vaqtimiz bo'lmay. Qo'ldan kelgancha mana Xudo xolasa kelib tugayotgan jarayonlarni ham qo'yapmiz. Kimga Tunikofondan xizmatlar kerak bo'lsa 93 kodi bilan 067 11 44 raqamlariga aloqaga chiqib, sizlar buyurtma bersanglar, sizlarga ham xonadoninglar Xudo xolasa shunaqa chiroyli ko'rinishda sizlar xohlagan fasonda qilib beramiz. Bu xonadonimizga shu fasonimiz yoqqan ekan, Xudo xolasa mana cho'tka qilib, Xudo xolasa go'zal qilib beryapmiz. Bu ishimizni 135 ming so'mdan 037 lik qalinlikda tunikamizdan foydalanganmiz. Motorlilarimizni 145 ming so'mdan qilib beryapmiz do'stlar. Listiqani yuqoriga qarab bo'ladi bu Tunikofonda. Sizlarga qiziq bo'lsa, videomiz oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga yana tushuntirishga men harakat qilaman. Obunachilar, mana lampochkalarni ham o'rnatib beryapmiz bir yo'li. Bu esa mana robotxonasi. Xudo xolasa mana pianino shaklida bo'lib, mana ashibkalarni ko'ringlar, groplarni qilib, Xudo xolasa chiroyli qilib, go'zal qo'ldan kelgancha go'zal holda qilib beryapmiz. Bu ishimiz pianinali shaklda deyiladi obunachilar. Bitgan holat ustiga bu qoramiz, yana mokrimiz qatirilgan hisobiga kvadratlarimiz endi ko'proq ketib qoladi. Bu Tunikofonda rasxod hisoblanadi. Qancha tunika ishlatib xonadoninglarga olib borib qatirsak, shuni hisoblaymiz obunachilar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bemalol telefon qilaverasizlar. Bu esa mana tashqari shapkasi. Xudo xolasa go'zal holda bo'lib bitdi. Endi Xudo xolasa travertinlarni qilishib olsa, Xudo xolasa shu bilan ishlarimiz ham ancha ochiladi. Sizlar ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachalarini gumillatib yuboringlar.